Buni demasangmi aniqil turibdi. Hammani qilgansinglarmi? Bo'ldi qila. Bevosita taqitish orqali gulchi dehqonlarga ko'p pul tepib berdik. Bu sang ziyonkashlik qilganim emas, Keriyaning atirguli o'z qiymatini namoyon qildi. Atirgulg'o o'z qiymatini tepib chiqibdi. Boshqa mahsulotlarmi ajab tugab ketibdi-ku. Aka, meni mag'lub qilish maqsadining borligini bilaman. Zanjirsimon do'konlaringning tezlik ko'paygini, mahsulotingni bozordan etirib qolganligini isbotlab berdi. Lekin hozir asosli xam materialingmi tugidi. Biroq hozirgi qiyinchilikni hal qiladigan bir amalim bor. Ikkimiz hamkorlashaylik. Sen davomliq vali turmalingni setiva. Xaridorlar mening atgan cheyimni ichsin. Ikkimiz bir yerda sotaylik. Bir-birimizning ulini qo'lashmaylik. Agar hamkorlasak texmi ko'p, zanjirsimon do'kon ocha olamiz. Unda qilsak bu sohani monopol qilib olgan bo'lmamdiq, ha? Yana qalayimqan xiyol qilishni boshladim. Nim deding? Hech nim demdim. Aka, bozorda bizdeklardan ko'rmang bor. Monopol qilib olganlik bo'lmaydi. Bu qitimliq hamkorlikning ishini Chingshuji bilan Aynur men bilan uzun so'zlashdi. Ikkimiz yerlik iglik tikluguvchilar hisoblanamiz. Faqatli yoymi ichib, cho'ng ish tayyorlamagan bo'lsaqmi, xeyli ko'p xizmat o'rni yaratib berdik. Manqara aka. Shunga ishkaylarni talashib o'ltirmaylik. Birlashib zanjirsimon do'konlarni ko'plab assaq, texnik ko'p xizmat o'rni bilan ta'minlab beralaymiz. Bu jamiyat uchun ish qilib berganimiz bo'lsin. Deganim to'g'rimi? Yaxshi gapning hammasini davoldim. Aka, bu ishni obdan o'ylashib baq. Amaliyotda Changzi tijorating to'xtagan vaqtida qo'shib olaman desimi bo'ladi, lekin u undaq qilmadi. Atirgulni ishlataman desang bo'ladi. Lekin yuqori baho chiqasang, ondan setib olaysan. Lekin dasmoyni ko'tarib bo'lolmaysan. Bo'ldi, gap qilma. Bo'ladi. O'ylashib baqay. Bo'ladi aka. Obdan o'ylashib baq. O'ylash bo'lgandan keyin har vaqt meni izlab bo'lsang bo'ladi. Cho'ng zavoddan birini quraman. Nima zavod? Buningdan ansirmasang bo'ladi. Butun yezdiki. Bizning yeza bu tarafda. Butun yezdikilarni. Yo'q, hatto butun noyadikilarni meni ko'rsa, vali bosh direktor deb chaqirtiman. Senda baqa? Vali direktor? Ha. Ondan keyin zavodimga xizmati yo'qlarni qabul qilaman. Men bu basam bo'lamda? Quruq gapda bu. Vaqt kelganda sen bu direktor bo'lasan. Vay. Kelsang bir ishda fikringni anglab boqay degan edim.